Mana Boburjon. Xonadan eskiydi. Tomorqa. Seni uy. O'zingga buyurmasmi? Rang yoppol. Yana 20 kunda dollarga sotib ketaman etlar. Mana. So'g'ilgan polyong'ir bordi endi ertaga. Chirikka qarshi dori chachaman jo'dim bugun. Sochalman, yomg'ir yog'ardi. Mana. O'zimda cho'zilib qolibdi. Bir kuni kirganimda ham bunaqa emasdi. Bir haftada shunchalik, bir hafta o'yin 5 kunda shunchalik rang olib qoldi. Yana 10 kunda olasa yomg'irda tizilsa chirikka dori ochib qo'ysam mana metlar ko'k turibdi endi. Ko'rsam ochiq joy pishmayapti. Yopiq joy dam joyda pishar ekan-da bu. Buni tinmay chang sho'rga dori ochib qarash kerak. Qara. Ochiq joylar ko'k turibdi. Dam joylar mana. Qara. Merslayni qara. Mersta donani mana senga bitta. Bundan katta. Bunday qilsam. Bundan ber. Onu mersulash kerak. Endi mana terib qo'ydim, tamizlar qara. Shoda-shoda qilib. 500 ming, 1 million 170 ming olsa 1 million 20 ming. Ya, terdirganman. Merslar. Murodamiski bizakin tarafi. Duoda bo'lib turinglar, musofir duosi o'tadi, chalib ketmasin. Bir yil avval oldi. Kesib tashlaymadi, qo'rqitdik. O'zimdan mevani zo'r qildi. Siropni qara, ko'rsayman. Barakasini berdi. Xudo beryapti, uyingni bitiramiz, xudo xolasa. Men soda baxsi raza. Nima qilaman? Ishga to'rkaga odam tashiyman. Mana netlar. Bitta bu. 15 kunda bitta zuvol, yana bir 10 kundan keyin yana tutsa bo'lar. Qoblagan da'vatlarni qara, kesib tashab iskana qilgan. Qaro yaxshi emas bunday. Qarama. Mana qilib parg'ar qilib qo'yganlar bor, endi bular salqinda pishmayapti. Uzum sotib asras tepalarni kalkallilasam. Mana, xudo. Sirtib olmay tursa. Mana, qoradamiski. Mana. Zo'r mahsus sredniy qoradamiskiga bo'ladi, mana uzunligi. Mana 2 santimetrdan cho'zildi, yana cho'zadi. Bu qo'shni taraf duol tanigan. Mana, qara. Bular to'ladi. Chiramasa bo'ladi, qara. Düzüp görsek. Çık. Bir boğum bu. Suç baktı. Kendine. Rasxod yozurpan, rasxodda olaman qo'yganimni. O'zing uyingga shikatorkaga oyliging tashlasang. Pon ishga to'rga qilgizaman. Pon ishga to'rga qilgizdirib, bo'lib ichcha qilgandan bitta qilgizib tashqarini sementovoy qilib, mana o taraf bitiramiz birinchi. Maytlar olib tashlaymiz, uzum sotib ham simlarni bitta qo'may yig'ishtirib, ekskavator detaman kamazda. Nima qilib, mana ikki bardoringni qo'yaman. Mana o tarafda eshiromlarni qilib bitiraman. 10 yomashga to'rga qilaman. Mana uni bitta to'xtamay keldi. Mana uni yopib metani qilib, maytumda kesib turmaydan eshik qilsa ham bo'ladi. Anga baland 4 metrli so'ri bo'ladi. Zinani makka qilsak, u darvozanga ham mushet qilmaydi.
Darvozang o'ta katta, bitta ikki qanotli katta yoniga katta 1.30 li bir qanotli tushadi endi iloji 5 metrda. Zinenga mushat qilib qolar ekan. Dadam ham ko'rsa, dadamdan mazza qilib mana yerda yopib turib, mana yerda kesib olib tashlama birinchi raund. Bunday kirganda mana yoqda kattada 8 metr mehmonxona. Aqalli stol nabor qo'yib qo'ysang misol. Mana yoqda kreslo ham qo'yib qo'yib turib, nima qilsang bo'laveradi. Keyin mana metga zinab tushadi. Aqdan chiqadigan. Naridan boshlasang hech kim chiqimda chiqadi. Mana past met turibman, bunday past bo'lib turish eshikda uni qirg'oq turib, mana qirg'oq. Bu qirg'oqqacha pol past bo'lib olib turib, keyin anetdan bunday ko'tarilib, bunday nariga so'ri bo'lsa, podvalga kiradigan joyi bor. Odamda kiraverasan, podvalda ham tegib ishlatsang bo'ladi. Bani keyin o'zing hal qilaverasan, shikatorkada prosta etib qo'ysang, yo mana turib at ko'z tokizib bekittirib, aynida baqa olib, mana uni pastgacha tushirib, eshikda shika qo'yadigan qilib qo'ysak, keyin qo'yiladi bu, iloyim 1 yil qo'yib yuboradi. Bitta kesib turib at ko'zda to'g'irlab kessa, ekish olmayadi. Mana endi o'zgartirish kerak yo'q, bani chotki. Mana endi bolalarga xona qilib bersang, narigini vaqtincha o'zing yashab turadigan yotoqxona qilsak, buni ishga to'g'ri qilgizaman. Ekskavator bilan bitta Isuzu'ni gaplashsam, mana ko'chani pasaytirgizaman. Birinchi o'rinda. Mana ko'chani bunday qilib, ash padushka baravar, mana padushkani pastda. Mana etlamon domlar olib, ash uyni sanga tashlab, metin sal pasaytirib tekizlatsak, keyin bahorda sen kelsang kelding, kelmasang Botirjon kelyapti, men ham rastada bo'laman inshaalloh. Manetlarga uzumni ekib qo'ysa, bunday mana qacha. Ba'larda o'na padushka ko'rgansan, padushkaga tushiraman. Padushkaga mana padushkaga 0 qilib olib kelsam, 5-10 sm o'zi bosiladi. Sen 5-10 sm pastroq bo'lsa, shu og'ol tashab, keyin katta stejga qilib, arda lo'dan ashitdan bir uydan bir 3 metr qochirib turib, gulxona qilib, ag'iga keyin latoy tashab qo'yasiz. Nima shu yo'llar tekizib olgan, mana simlar ketsa, mana simlar. Simlar ketgandan keyin Isuzu kiradi bemalol. Kamaz ham kiraveradi. Kamazda shebin to'kib poldan oldim. Shu ikkovingni mana aytam yotoqxona to'ldirmasa bo'lmaydi, hech mashikkacha. Mana birinchi slogacha to'ldirmasa mana mekkacha. Mana shu ham qolsa yetadi. Ertaga sovuqib ketadi. Odamlar arzon narx. Endi bag'ingda podval bor, bag' to'ldirmay qo'yaverasan. O'zi asli u nar yotoqxona ham kerak emas, u yerda ham bekitib turib, shu blok uni teshiydi. Mana teshik bor, bekitib turib, uning ichini ham to'ldirib olsang, yotoqxona bo'ladi-da. Mana shunday qilaman undan so'ng omadingni bersin Botirjon hammalaringni mana. G'ishti qara zo'r chiqqan. Mehnat puliga bo'lganda birorta sho'ri yo'q zo'rligini. O'g'ishni olish olmayapti. Buni bilgan biladi. 77 dan. Ana. Nomeradi. Farg'ona emas, Vodiyda nomeradi yaxshi. Ko'changda polni nima qilamiz? Senga sharmarkadan ko'ra chotki qilib, keyinchalik sement qo'yib qo'ysa, atachin to'qilib, oppoq qilib chotki qilib qo'ysan, puling ko'payib ketsa, xudo xolasa Salimaga ham qarab turadi. Ana u duvolini metdan buzib turib, menekkacha o'sam shlaka bloksa, mingta shlaka blok ketar, 2 million, 3 million pul olib beraman aka, o'g'illatib urdirib qo'ying, sen urdirib ber. O'zi ham qilaveradi, Salimaga ham pul ko'p. Buyurim nasib qilsin uka. Xudo xolasa uzumni sotsam, boshlayman, chim-chimda yig'ishtirib qo'yib, ustalar tashab, dadam boqaveradi. Men ham to'yimga harakat qilib, montajingga $200 hisoblashyapti. Kabil xizmati bilan $200 bonni euro montaj kamida $200. Mehnatiga 300 ketadi. Bonni euro montaj qilgizaman. Pol qoqib turib, keyin bo'ydan oldin ash tarafingda ataplinasini ham moslab berib ketaman. Uying chiroyli tushgan, o'zingga buyur nasib qilsin. Qo'shdingdik mana birinchi etaj pultdan bosib qo'yganda ilm balo uy tushiyor. Hali
Ana shu uyni oldini ana shu chegaringdan pasaytiramizda. Bitta to'p tashlamasak, keyin ertaga uying bo'lib qolgandan keyin tuproq qayerga borib, men raso qilib uzoqqa toshing kerak. Uyni sangi bosib olsa, 1-2 kun mana yomg'ir yog'yapti. Hozir yomg'ir yog'ib, yoki qish ko'rsa nima bo'lib ketadi? Bosilib, qatib, keyin ustidan yengil shebin tashlab, klins tashlab turib, asfalt borsang bo'laveradi. Sog' bo'ling.